Bolaga telefon o'rniga mana shu 5 ta o'yinni o'rgating, o'zini yoshiga nisbatan ancha aqlliroq bo'ladi. Birinchisi puzzle. Hali to'liq bo'lmagan rasmni miyada o'zi to'ldiradi. Bolangiz qismlardan butunni ko'rishni o'rganadi. Bu katta odamlarda ham ishlamaydigan ko'nikma. Ikkinchisi, nima yo'qoldi? Stolga 5 ta narsani qo'yasiz. Bola ko'zini yumsin. Bittasini oling, bola topish kerak. Xotira va diqqat bitta vaqtda ishlashni boshlaydi. Uchinchisi, tugma taqish. Oddiy ko'rinadi, lekin qo'l va miya uyg'unligini rivojlantiradi. Nutqi kechikkan bolalarga birinchi tavsiya qilinadigan mashq. To'rtinchisi, nima uchun o'yini? Bolaga savol bering, u javob bersin. Siz yana savol bering. Qancha ko'p savol bo'lsa, shuncha chuqur fikrlash boshlanadi. Bu o'yinni geniylar o'ynaydi. Beshinchisi, plastilin. Nima yasasa ham qo'l orqali miya ishlaydi. Xuddi miya sport bilan shug'ullangandek. Bolani rivojlantirmoqchimisiz? Unda bu videoni hamma ota-onalarga yuboring. Bolangiz sog'ligi kerakmi? Obuna bo'ling.